Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Onam meni baxtsiz qildi. Bu hayotda insonga yaqinlari to'g'ri yo'l ko'rsatmasa, ba'zan hayot so'qmoqlarida inson adashib qolishi hech gap emas ekan. Boshi berk ko'chaga kirib qolib, so'ng chorasiz, nochor ahvolda qolganlar qancha. Quyidagi maktub egasi ham ana shunday insonlardan biri. Hayotda insonning, ayniqsa qiz bolaning suyanchig'i bu onasi bo'ladi. Agar ona aqlli va dono bo'lsa, qiz bola baxtini topib ketarkan. Unday bo'lmasa-chi, unda menga o'xshab baxtsiz bo'lib qolishi hech gap emas. To'g'ri, har bir insonning o'z mustaqil fikri bo'lishi kerak. Lekin qiz bolaga ko'pincha ona sirdosh, dugona, tayanch bo'ladi. Men ham bolaligimdan sirlarimni onamga aytardim. Chunki onam meni yakka yolg'iz qiz bo'lganim uchun hammadan qizg'anib, dugonalar orttirishimga imkon bermasdi. Hech kim onadek sodiq do'st bo'la olmaydi. Dugonalaring sirlaringni bilib olib, fosh qiladi. Shuning uchun hech kimga ishonma. Hech kim bilan sirlashma, hech kimni o'zingga yaqin olma, dugona bo'lma deb doim ta'kidlardilar. Onamning o'gitlariga amal qilib, men ham bir oz odamovi bo'lib o'sdim. Akalarim ham onamning bu o'gitlariga amal qilib, oshna og'aynilar orttirishmagan va shuning uchun hayotda o'z yo'lini topishga qiynalishardi doim. Kollejni tamomlaganimdan so'ng uyimizdan sovchilar arimay qoldi. Onamga ma'qul kelgan sovchilarning o'g'li bilan uchrashuvga chiqardim va onam istagan oilaga kelin bo'ldim. Kuyov bo'lmish bilan to'ygacha atigi 2-3 marotaba uchrashdik. Ko'rinishidan bama'ni, o'qimishli yigitga o'xshab ko'rinardi. Xullas to'y ham o'tdi. Tan olib aytishim kerak, tushgan xonadonim o'ziga to'q xonadon edi. Lekin shu bilan birga bu xonadonda mehnat ham ko'p edi. Erta tongdan to yarim tungacha ish tugamasdi. Uyimizda oziq-ovqat do'koni ochgan edik. Do'konga ham o'zim qarardim. Bir nechta mol qo'ylar, parrandalar ham bor edi. Saharlab sigir sog'ardim. Umrimda sigir sog'maganim uchun avvaliga burnimni jiyirib, yo'q, men sigir sog'mayman, bilmayman desam, qaynonam dakki berdilar. Uyaling kelin poshsho, hech zamonda kelin ham qaynonasiga sigir sog'ishni bilmayman deydimi? Nima? Siz turganda men sigir sog'amanmi? Ularning bu gapidan keyin qo'rqibsa sigirning yelinini ushlab, sog'ishni ham o'rganib ketdim. Kun bo'yi pishir kuydir, supur sidir, bu ishlarni hamma kelinlar ham qiladi-ku dersiz. Bizning tomorqamiz ham bor ekan. Tomorqadagi sabzavotlarga, ekinlarga qarash ham menga yuklatildi. Qaynonam kelin degani hamma ishni eplash kerak. Ketmon chopmagan, non yopmagan, sigir sog'magan kelin kelinmi derdilar doim. Uyimizda ish ko'pligi uchunmi, qizdik uyimga qaynonam 2-3 oyda bir yuborardilar. Shunda ham vaqtni belgilab berardilar. Kelin poshsha 3 soatdan kech qolmang-a, deya qayta va qayta ta'kidlardilar. Onam esa mendan xavotir olaverib, oxiri toqatlari toq bo'lib, o'zlari meni ko'rgani kelardilar. Onam bilan faqat tundagina qo'l telefoni orqali gaplasha olardim. Onamning nega kun bo'yi qo'ng'iroq qilmaysan? Sendan xavotir oldim degan so'roqlariga meni kun bo'yi qaynonam itdek ishlatishini aytib berardim. Kun bo'yi qilgan ishlarimni eshitib, onamning kapalagi uchib ketardi. Nima? Ish buyursa, shuni qilib ketaverasanmi? Charchadim degin. O'zingni ham avayla. Bo'lmasa seni qo'l qilib olishadi-ku. Qaynonangni bunaqa zolimligini bilmagan ekanman derdi har kuni onam bir gapni qaytarib. Onamning gaplari moydek yoqdi. Ular o'rgatgandek qildim. Bora qaynonam ish buyursa, deydigan bo'ldim. Yo'q,
Hozir mazam bo'lmayapti, boshim og'riyapti deydigan odat chiqardim. Xuddi onam o'rgatganidek. Qachon oyijon uyimga bormoqchiman, maylimi desam, qaynonamning qoshlari chemirilardi. Endi qizlik uyingizdan foyda yo'q sizga. Yangi kelin, uyga borishga nima bor? 18 yil onangizni bag'rida yashab to'ymadingizmi deya shartta og'zimni yopardilar. Qaynonamning bir qiziq odati bor edi. Men yo'qligimda kelinim otlanib biror yerga ketib qolmasin debmi, bilmayman, biror joyga ketsa darvozani qulflab ketardi. Shunday paytlarda ba'zan jahlim chiqib, "Oyijon, boyligingiz ko'p bo'lsa ham ustimdan qulflamang. O'zimni qafasdagi qushdek tasavvur qilyapman" desam, ular meni jerkib tashladilar. "Men ketishim bilan ketib uyingizga borib kelmoqchimisiz? Uyda qancha ish bor? Hamma joyni saramjon sarishta qilib tuzukroq ovqat qilishni unutmang" deya bir dunyo ishni taxlab ketardilar. Qaynonam kelinni tindiradiganlardan emasdi. Sal nafas rostlashga ham qo'ymasdilar. "Bugun norin yegim kelyapti. Kechagi shilpildog'ingiz umuman yoqmadi. Mayli, ertaga mant qilarsiz" dedilar, qoshlarini chemirib. Xullas, uy ishlarini yugurib yelib bajarardim. Aks holda ulgurmasdim-da. Qaynonam do'kon nonini yoqtirmasdilar. O'zimiz uchun tandirda non yopardik. Baribir o'zimizning tandirni noni boshqacha bo'ladi deb ta'kidlashdan charchamasdilar. Ana shunday kunlarning birida xamir qorayotib boshim aylanib hushimdan ketib qolibman. Oila a'zolarim qo'rqib ketgan shekilli bir zumda shifoxonaga olib borishibdi. Ko'zimni ochganimda barcha yaqinlarim tepamda parvona bo'lib turishardi. Ayniqsa onam tinmay ko'z yosh to'kib turardilar. "Voy sho'rlik qizim, ko'zini ochdi. Xayriyat-ey", dedi onam menga xavotir bilan termular ekan. "Bechora qizim, seni shu ko'ylarga solishdimi?" Bu gaplarga qaynonam chidab tura olmadilar. Darrov onamga javob qaytardilar. "Voy, nega bechora deysiz? Yegani oldida, yemagani ketida bo'lsa, nega qizingiz bechora? Sho'rlik bo'larkan." Onam ham to'lib turgan ekan. Hasrat daftari ochilib ketdi. Ana shifokorlar aytdi, hammasi ruhiy va jismoniy zo'riqishdan ekan. Sizlar qizimni cho'ridek tinimsiz ishlatasizlar. Dam olishga ham qo'rqadi bechora. Hatto menga qo'ng'iroq qilishga ham yuragi zirillab turadi. Chunki qizim sho'rlikni bir daqiqa ham bekor qo'ymaysiz. Bo'ldi, bas yetar. Qizimni uyga olib ketaman, dedi onam jahl bilan. Bu gapdan so'ng qaynonam bilan onam chinonan janjallashib ketishdiki, men yana hushimdan ketib qolishimga bir baxya qoldi. Xullas, u bo'ldi, bu bo'ldi, onam meni uyimizga olib ketdilar. O'zim ham onamga qarshilik bildira olmadim. Chunki ayni paytda xizmat qilishga quvvatim ham yo'q edi. Qaynonam bilan birga ketsam, u yerda yalpayib yota olmasligim aniq edi. Xullas, onamning qarori menga ham ma'qul bo'ldi. 2 haftalardan so'ng qaynonam bilan erim eshikdan kirib kelishdi. Lekin onam ro'yxush bermadi. "Men sizlarga xizmatkor tuqqanim yo'q. Qizim o'zimga aziz. Ertaga nogiron bo'lib qolsa, tashlab ketishingiz aniq. Bunaqa ishlatishingizda aniq u nogiron bo'lib qoladi." Onamning bu gaplarini eshitgan qaynonamning lablari titrab ketdi. "Pismiq qizingiz, o'zingizga siylov. Boshingizga yostiq qilib o'tiravering. Kelin degani xizmatingni qilmasa nima keragi bor?" Qaynonam shunday dedi-yu, shartta o'rnidan turib chiqib ketdi. Erim ham miq etmay onasining ketidan chiqib ketdi. Erim bilan qaynonamning chiqib ketgach, onam ikkimiz shalpayib qoldik. Shundan so'ng hijronli kunlar boshlandi. Oilamning qadri menga endi bilindi. Kelinlik uyimni sog'ina boshladim. Judayam qiyin va mushkul bo'lsa-da, kelinlik vazifalarimni eplasam bo'lardi-ku deya o'yladim. Shu tariqa yo'l poylab, eshik poylab, kunlar, oylar o'taverdi. Oradan 6 oy o'tgandan so'ng men kutgan kun keldi. Yana qaynonam va erim eshik yonida turganini ko'rib, sevinib ketdim. Qaynonamni to'riga o'tkazdik. U kishi bir oz sukut saqlab asta gap boshladi. Guldek bir oilaning buzilishiga qarab tura olmadim. "Kelin poshsha,
O'zingiz uyga qaytasiz, aqlingiz bilan aybingizni tan olib deya shuncha kutdim. Lekin hammasi besamar ketdi. Mana yana o'zimiz keldik. Bu safar ham noz qilsangiz, o'g'limni boshqasiga uylantiraman dedi qaynonam dangaliga o'tib. Qaynonamning bunday muomalasidan onamning hafsalasi bir bo'ldi. Jimgina o'tirgan onam birdan tutaqib ketdi. Nima? Uylantiraman deysizmi? O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Nima meni qizim bir buyummidiki, uni istagan paytda olib, istagan paytda uloqtirsangiz? Onamning bu gapidan qaynonamning ham jazavasi qo'zidi. Ha, chidasangiz shu, chidamasangiz qizingizni qo'yningizda olib o'tiravering. Menga kelin bo'laman desa, aytgan hamma ishimni qiladi. Agar yana avvalgidek uyga gap tashsa yoki siz aralashaversangiz, o'g'limga boshqasini olib beraman. Istaganingizni qiling. Ko'chada qolgan qizim yo'q. Meni qizim cho'ri emas. Onamning bu gaplaridan so'ng qaynonam bilan erim shartta o'rnlaridan turishdi-da, jahl bilan uydan o'qdek otilib chiqib ketishdi. Ertasiga onam hamma yuklarimni olib keldilar. Men ham avvaliga onamning bu ishini ma'qulladim. Erim va qaynonamni ko'rarga ko'zim qolmagandi. Oradan 1 yil o'tar o'tmas erimning uylanayotgani haqida xabarni eshitdim-u, ko'nglim alanechuk bo'lib ketdi. Mana hozir erim bola chaqali bo'lib ketgan. Ajrashganimizga 8 yil bo'ldi. Meni yoshim ham 28 ga to'ldi. Endi oq qorini ajrata boshladim. Shu paytgacha qo'limni so'raganlar bo'ldi-yu, lekin yana turmushga chiqishga ikkilandim. Endi turmushning mushtiga chiday olarmikanman? Qolaversa turmushim buzilganidan keyin onam bilan munosabatlarim o'zgardi. Avvaliga meni yoqlagan onam bugungi kunda bor aybni o'zimga qo'yyapti. Hamma gapni menga aytaverib, yuragimni siqmasdan, oilangni tinch qilib o'tirsang bo'lardi. Har holda ering yomon odam emasdi. Onamning bu malomatlarini eshitib o'ylanib qolaman. Haqiqatan ayib o'zimdan ham o'tgan, lekin men juda yosh edim. Onam tirnoq ostidan kir qidiravermasdan meni to'g'ri yo'lga solishlari kerak emasmidi? Qaynonang nima desa shuni qil. Mehnat bilan odam o'lmaydi. Hamma qaynonalar ham shunday bo'ladi. Kelinim yaxshi bo'lsin deydi-da. Muhimi ering yaxshi yigit, ichmaydi, so'kmaydi, topganini uyga keltiradi. Ozroq chidasang hammasi o'tib ketadi. Ularga gap qaytarma desalar bo'lardi-ku. O'z hayotimdan kelib chiqib, ba'zi xulosalar chiqardim. Oilada hamma narsa bo'larkan. Urush janjalsiz uy yo'q deyshadi-ku. Hayot davom etar ekan. Undan quvonch va dilxiralik yonma-yon yuradi. Digonajonlar, singiljonlar, sizlarga maslahatim, turmushga chiqdingizmi? Turmushning mushtiga chidang. Oiladagi arzimagan gap so'zlarni onangizga kelib aytavermang. Agar o'shanda men ham hamma narsani onamga aytavermaganimda, oilamning mustahkamligi uchun kurashganimda, uyga gap tashimaganimda, qaynonamning xizmatlarini sidqidildan bajarganimda, qolaversa, erimni hurmat qilganimda, bir oilaning baxtli bekasi bo'lib o'tirardim. Sabr va matonat yetishmadi menga. O'zimni xo'rlangandek his qildim, yengiltaklik qildim. Qaynonam qattiqqo'l bo'lsa-da, erim mehribon edi. Har holda o'shanda hozirgidek yolg'iz va baxtsiz emasdim. Ikkinchi marta turmushga chiqishga qo'rqyapman. Axir bir bor baxtimni boy berdim. Ikkinchi bor yanglishsam, o'zimni aslo kechira olmayman. Hikoya tamom. Muallif Nodira Saidazimba. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.